Assalomu alaykum hurmatli tug'anlar. Mana Qorasuv rayoniga qarashli Acha aylinda chek sotiladi. Yo'lga yaqin, shaharga yaqin yerda, ko'p ichkarida emas. Bir 200 kilometrli kichkina yo'lni cheka bosgandan yetib borsa bo'ladi. O'g'a mana Furqat ustundagi Qirg'iziston degan zapravkani jandan kirib, to'g'ri zavod yoqqa qarab ketiladi. Mana o'sha eski birinchi zavodni jandan o'daroqqa bosganda so'l yoqqa yo'l bor. Mana bosib kelamizda. Mana o yo'l O'nadirda pochtaga ketgan yo'li. Mana bu yerda o'sha zavodni mashinalarining garaji bor. Mana ko'ryapsizlar. Mana shu strelkadan kirib ketadi. Mana bu yoq O'nadirda yo'li mana. Mana nimalar garajlari. Mashinalarning garaji, zavodni mashinalarining garaji. Mana o'dajog'i bosganda so'l yoqqa ketgan yo'l bor. Buna o'ng yoqda O'nadirda pochtaga qo'nshi, pochtaga yaqin. Pochta 36 konechnisiga chiqib ketadi. To'g'ri ketsa pochtaga chiqadi. Bu joylar asfalt bo'ladi. Mana u Jidanjanda o znak bor. Zavod degan eski zangdab ketgan. O'sha yerdan mana so'lga buriladi. Mana zavod orientir mana o'sha zavod. Mana so'lga kirib bosamiz. Men atayin tushuntirish uchun joy bosib ko'rsatib jataman. Manaki. Mana znak Jida bor. O'sha yer orientir. Şuradan so'lga buriladi. Mana o Lidan keladi. Mana zavod chekasidan yo'l bilan bosib kiramiz. Shunday ketsak, ana o cho'ng bochkan jandan so'lga buriladi. Mana yerdan burildik. Men qisqartib videoga oldim. Mana o bochkadan o'da qarab o'sha yer Acha aylini boshlanishi. Shahar yoqdan birinchi o'sha yerdan kiriladi. O'da yoqdan ham kirsa bo'ladi, bu yer o'rtasi. O'rtasidan kiriladi. Mana O'nadir, pochta yoq, shaharga yaqin. Bu yer oshib ketsa 2-3 kilometrlar bo'ladi. Buna tosh yo'l. Har qanday mashina yura oladi. Yengil mashinada, Gurzovoyda. Bu yoqda zavodlar bor, cho'ng mashinalar qatnab turadi. Ushul yerlar yaqinda asfalt bo'ladi deb jadal. Mana G'izzavoddan chiqdik. Mana orqamizda qoldi, mana O'nadir. Mana o'da qarab ketyapmiz mana. O'sha cho'ng sentralniy yo'l bo'lib hisoblanadi. Achaga kirgan tosh yo'l. Boshqa yerda tosh yo'l yo'q. Achaga kirgan. Bari to'proqli yo'l. Yomg'ir yog'sa loy bo'lib ketadi. Bu yer qor yomg'irda ham shunday yaxshi mashina yursa bo'ladi. Sevib Gurzovoy mashinalar yurib bu yerda qatirib bo'lgan. Yo'llar yaxshi. Joy bo'lsa ham bir 15-20 minutlik yo'l mana. Mana zavod ortda qoldi, mana shahar ortda qoldi. Mana hozir o'sha biz aytgan sotilatirgan chek ko'rsatgani kirib ketyapmiz. Mana to'g'ri kiriladi. Shu yerlar yaqinda asfalt bo'ladi deb jadal. Xudoy buyursa asfalt bo'lib qolsa
Bulcaklarga marşrut yürüyüşü mümkün. Buna жаңы merkeli bar жоқта жол құрылып жатады. Жолдар оңдалып жатады мына. Mına uylar tushib жатады cheklarga. Shu uy salam deganlar kelib salib жатады uylarni mına. Bu yoq 40-50% el kelib bitgan. Hasini chekajag'i shaharga yaqin. Bunaga. O nasha uyni janida bu yerlardan vodoprovod chiqqan. Suv chiqarishgan. Buna setga to'silgan joq muadayli hukumatga qarab o'tacak. Buna hazır bu yerde burunki eski çoçkaxana var. Hazır onu bir adam satıp alıp malkana kılıp algan. Şu yerdenle ötkende teskey mangday tuşundala ödede çek. Büt şahar körünüp turat. Buna hazır barıp ko'rsatishga harakat qilamiz. Buna o'sha malkana eski cho'chqaxona deb qo'yadi. Mana shu yer. Mana bu yoqlarida stroykalar ketaveradi. Mana ki. Mana shu achini boshlanishi. Achaylini. Mana o'dadan tushdik. Mana o nasha o'da yerda mana konteynerga jetpay ber joqda tegiz yerinde. Hazır o yerga chiqamiz. Chiqib barlig'ini tushuntirib ko'rsatamiz. Mana ki. Mana biz sotamiz degan chekni yo'li. Boya shu yerda olib keldik suratga. Videoga bunday tushamiz. Sekin oxiri mana bu yerlarda uy bor. Mana bu yoqqa chiqib keldik. Mana bu yog'ini chek bo'lingan emas. Endi qiyg'os yer. Mana shu qoziqdan bu yog'i 15 metr yo'l bo'ladi. Bu yer suriladi. Hozir men chekni ko'rsatam. Chekni qoziqlarni ko'rsatam. Mana Mana o'sha boyagi qoziqdan bu yerdan to'g'ri yo'l o'tib bu yoqqa ketadi-da, narxi nimaga ulanadi. Bu yo'l bu yoqdan mana yo'l solinyotadi. Shu yer asfalt yo'l bo'ladi deyotadi. Narjoqdan olib yo'lni tayyorlashyotadi. To'proqdan olib tayyor bo'lib qolgan, narjoqdan suryotadi. Tosh shag'ilni olib. Mana biz bu yerdan keldik. Boyaqi o'tgan yerimiz. Mana boyaqi molxona. Eski cho'chqaxona deb qo'yadi. O'sha yerga bir olib molxona qilgan. Mana adir. Bu yerdan bo'ldi, 10 adirga chiqib ketadi, yaqin. Oshib ketsa 3 kilometr. Oshib ketsa. Ha, biz sotiladigan yerda hozir ko'rsatam. Balon qo'yilgan yeri bor. O'tganda o'zi ko'rinmay qoltiradi bu yerda ekan. Hozir ko'rsatamiz. Okey. Mana sotilayotgan chekni bir burchagi mana balon qo'yilgan. Okey.
balon. Ana bir yağı tegiz yer. İçinelenime bari sürület. Bu adırcıyla sürület. Buna yağı yakacı 20 metre. Yağına 30 metre. Cerbin iyisi kızıl kiteye var. Kazıklarını kağıp, belgilep, anan kolunlarga ötkörgenden keyin, sizler de atınlarga ötkörgenden keyin ana akçasını veresin. Kız kiteyinde probleme yok. Sıraz ötkör veret. Özüne atında. Ecem atında, tayatam atında degen yer yok. Ceğenim atında emas. Özünü kana atında. Ana maşır yer. Buna o nekta konteynerler düşürüp koygan. Bir yaktan ham yol kelgan, üstü jakta yol var. Sürülgen. Adamlar kelip atat. Akırın. Bu yer tegiz yer. Mana 3 şahar görünüp turat. 3 şahar. Anaki 10 adırdan kirgendele uş yer. Buniyagam nime? Ayl, bir yak o açının içine kedet. Bir yer açının baş salışı, bir yak açının içine kedet. Buna. Açının içi yer yağına kedet. Oşan için bunu yeri baş eseptele kirgende. Kısa ottan kiret. Ana tehnikalar işte o da. Svet bunu yerde stalba var. Ana stalba var, jakın ele. Bir stalba koysa oşadan ulav alsa bulat. Bunlardan stalbalar ketken. Buna ki. Svet kelet. Su jakın buna bala. Buna fermada kran var. Kran kelgen, je boçka kelgen. Sudu da eptese bulat. Buna ıldıyda жаңа ak zavod kurulgan. Ah çıkara turgan yer var buna. O teginde çıkarış vatat. Şöyle ah çıkar vatat. Ah kere olsa olayırasın jakın. Buna. Hazır ödecaktı körsetem. Ödecakken 1-2'den adamlar kelbatar. Buna tegiz künge karagan yer buna antıp karap turat. 3 şahar tegerek görünüyor. Buna. Yol buna sadece çıkada ulanır. Ana ödeden daha yol kelet. Kıskası yollar düşet. Kuda kalasa. Buna nelerge çekler var, adamlar belgilep ketken. Mana şu katar çek bolat. Buna. Öderağa çıktım. Satılatırgan çek, sal öldü Irak'ta gördüğünler. Mana büt. Şaharda bazı renyas görünüp turat. Anan keyin bu yer shaharga qo'shiladi deyotadi. Mana yo'llar açını jarmi qo'shiladi. Qo'shilsa uchil jakdan qo'shiladi deyotadi. Bu yoq boshlashi. Bu yoqda da cheklar bor olislarda. O yerdan shaharga kelguncha qiyla vaqt o'tadi. Yomg'ir jog'sa birov yurolmaydi. Odam emas, mashinada yurolmaydi. Faqat yo'llar yo'q. Bu yerdan yursa bo'ladi. Ona konteynerde nazarında yol var. Bu yakta maşinede stroy materyal alıp gelip münaksa bolat. Kuruluşta başlasa bolat. Yol var bu yakta. Şaharga jakın mına şağıl var yok kaz batat. Şunday yer. Adamlar ucu kelip belgilep ket batat mına. Belgilengen toçkaları 30'ga 20
belgilengan. Hadi. Ana. Şahar polni ko'rinib turadi. Mana. Onadir. Pochtosi bardigi ko'rinib turadi. Bu yerdan olgan adam uttirmaysin hozir. O'shqa shaharga borib ishlasa da bo'ladi bu yerdan yaqin. Yo'q, zavodlarda janday yo'lda asfalt qiladi. Shaharga qo'shilib hali haberni yo'l qilib. O'shanda marshrutlarda yurib qolishi mumkin. Bunaki bu yerda hozir mana biz sada turgan yer mana bu yerda bo'lyapti. Mana bu yiroqqa tushdim. Mana belgilagan yerlari bor. O'sha bir balon turadi paka. Şu balondan bir yağını ölçeneveradi. Esi ölçep daha yapıp beradi. Mana tegizdir. Tikenek bar jo'qtala bor. Uy solgandan keyin jo'q bo'ladi ular. Bar jo'g'ila achini bardigi tikenek. Tikenekdan qo'rqmoqlar. Mana zavodlar yaqin ko'rinib turadi. Qiynalmaysiz. Endi yerni bahosına kelsak 550 ming so'm. Bu yerler 600'dan aşık bo'lyapti. Yerlerde baholari ko'tarilib жатadi. Biroq bu bolaga akça kerak uchun sotyapti. Hozir akça kerakligidan sotishadi, ayla yo'q. O'shaning uchun o'zi sotqisi yo'q, biroq akça kerak bo'lib qolib, zarur bo'lib sotyapti. Mana tuz yerman. Kunga qarab nima bo'ladi? Mana gruzovoy mashinalar ham kelyapti. Mana 550 ming so'm ESM kichine tushirib berishi mumkin. Kichine tushirib beradi ham. Ko'p tushmasa dağı. Mana Uşul yerde. Ana mashinalarda bemalol keladi. Yo'lda yaxshi. Mana balon jon. Şu bir balonu qolgan, 4 ta balon qo'ygan ekan, bir baloni qolibdir. Mana o'sha yerdan o'lchab nima qilib beradi. Ildiy yo'l bo'ladi. Odan ildiy bo'lingan emas. Yo'lda qolib ketgan yer boq qilib olsangiz bo'ladi. Uyni tushuni. Shunday. Olatirganlar bo'lsa, telefon chalg'ila. Qayta aytam 550 ming so'm kemi bor. Salomatda bo'lg'ila, kanalimizga qattiqlik qo'yg'ila. Mana boyaqi chegimiz, mana tuz yer. Mana tuz yer. Mana olisdan ko'rsatyapman. Boyaqi do'ngjoqqa chiqib, atayin nima qildi? Mana ona yo'l bilan ketadi. Ildiy nima bo'lyapti? Mana bu yoq bilan da o'da yo'ldir. O'da yo'l. Bu yoq o achini ichine kirib ketadi. Men aytgan yer, sotiladigan yer mana bu yerda. Mana boyaqi nimani oldinda. Konteyner turadi ona. Boya o'sha yerga chiqib syomka qildik. Mana bu yog'i yaqin, shaharga yaqin. En negizgisi tosh yo'ldan keyinla kelsa bo'ladi-da, loy kechmaydi. Mashina bemalol o'sha yergacha keladi. Yo'llar qurilyapti, ona ekskavatorlar ko'layapti. O'sha yo'l bo'ladi. Birinchi uchoq asfalt bo'ladi, anan achini ichi bo'ladi. Bu achin chekasi bosh talish jog'i, o'nadir joqdan bosh talish jog'i.
Şunu algan adam müttür bek. Onun üstüne arzan bol vatat. 550 de vatat, odan düşüp verem dağı de vatat.